Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. Mana bugun bizni Jumabozor qishlog'imizda katta tantana Xo'ja qishlog'i mahallasi mana bugungi bayramni juda bir tantanali ravishda kutib olyapti. Bunga o'sha o'zlarining hissalarini qo'shgan og'aynilarimiz kecha kunduz tinmay xizmat qilyapti. Baraka topsin, vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamma mana shunaqa bayramlar bo'laversin. Biz ellik xizmatida hamma biz el bilan, xalq bilan. Baraka topinglar, katta rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum hurmatli aziz opajonlar, onajonlar, aka-ukalar, yurtdoshlar. Mana shu bugungi ulug' kun, ulug' Navruz ayyomi hammalaringizga muborak bo'lsin. Marhamat, biza madaniyat xodimlari, mana ustozlarimiz kelgan, yana qo'shiqchilar kelyapti. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun, marhamat. O'zbekiston onajonim yolg'izim, bobolarim kaftidagi yulduzim, jannatlarda suvlar ichgan ildizim, jannat makonim mening O'zbekiston, jon ichra jonim mening O'zbekiston, jannat makonim mening O'zbekiston, jon ichra jonim mening O'zbekiston. Ko'ksidan chaqmoq chiqqan, o'lmas dostonim mening O'zbekiston, jon ichra jonim mening O'zbekiston, o'lmas dostonim mening O'zbekiston, jon ichra jonim mening O'zbekiston. Yalqi zatrim bilmas dehqon bo'lgaymi, tinchlik qadrin bilmas o'g'lon bo'lgaymi, yurtni sevmas odam inson bo'lgaymi, nuri iymoni mening O'zbekiston, jon ichra jonim mening O'zbekiston. Necha asr ko'z yoshlarim yutgan el, musofir qirol qaytishini kutgan el. Necha asr ko'z yoshlarim yutgan el, musofir qirol qaytishini kutgan el. Yurtboshini
Assalomu alaykum. Hurmatli qishloqdoshlar, aziz mehmonlar, ulug' bobomiz Alisher Navoiy har tuning qadr ulug'bon, har kuning bo'lsin Navruz deb mana shu kunlarimizda o'sha davrlarga orzu qilganlar. Hozir mana kechadan boshlab, kecha o'tgan kuni tumanimizga juda katta bayram bo'ldi. Yaqin o'rtaga bunaqa Navruz bo'lmagan. Hozir so'zni tumanimizda hokimi hurmatli Bekzod Rahmatullayevga bersak, shu marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli juma bozorliklar, hurmatli xo'ja qishloq, sari bozor mahallalarimiz ahli, aziz tumandoshlar, qadrli yurtdoshlar, mehribon hojonalar, qadrli hojotalar, aka-ukalar, opa-ukalar. Bugun mana juda ham bir shodiyona kunda sizlar bilan didorlashtirib turibmiz. Yurtimiz bo'ylab ulug' bayram Navruz shukuhi kezib yuribdi. 20-kundan boshlab mana Sochak mahallada boshlagan bo'lsak, mana ertalabdan tahlil qilib kelyapmiz. Bugun hozir 17-mahallani tabriklagani keldik. Sizlarning hammalaringizni ko'rib bizning ruhiyatimiz ham tetik bo'ldi. Mana shu ahilligimiz, inoqligimiz, Navruz bu uyg'onish, yangilanish bayrami. Men o'ylayman bugungi bayram mana bugun olib borayotgan islohotlarimizga mos bo'lyapti. Tumanimizda juda katta marralarni, rejalarni olganmiz, xalqimizni rozi qilish bo'yicha. Xudo xolasa mana juma bozorga men alohida va'da berdim. O'zim ham Jalolobod okrugidan deputat bo'ldim. Mana shu hudud tumanimizda bir gultoji bo'ladigan eng bir fayzli maskani bo'ladi. Shu Urgut tumanidan kirgan odam xuddi bir jannatda bir bog'iga kirgandek bo'ladi. Juda katta rejalar qilganmiz. Inshaalloh tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ta'lim muassasalarini, tibbiyot muassasalarini, umuman yangi O'zbekistonni qiyofasini ko'radigan odam Toyloq tumaniga juma bozorga kelishiga xudo xolasa shunga qattiq bel bog'lagan. Mana bozorimiz ham qadimiy mashhur bozorimiz bor, juma bozor. Uni ham loyihasini qilib, hoji otalarga sizlarga biz loyihasini taqdimotini qildik. Inshaalloh mustaqilligimiz 35 yilligiga bozorimizni ham bir epaqaga keltirib, xalqimizni rozi qiladigan qilamiz. Juma bozor azaldan bir o'zini shukuhi, o'zini fayzi bo'lgan. Men ko'p buni ta'kidlayapman. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda tumanimizda respublikada eng namunali hudud qilib, hurmatli yurtboshimiz oldida ham, hurmatli viloyat hokimimiz oldida ham, aziz xalqimiz oldida ham yuzimiz yorib bo'lishga harakat qilamiz. Juma bozorliklarni har doim kayfiyatlar xuddi shunday bo'lsin. Hozir hoji onalarni, hoji otalarni ko'rib ruhiyatimiz tetik bo'ldi. Kelasi yil ham sizlarni xuddi shu kayfiyatda, shu ruhiyatda ko'rib, sizlarni tabriklash nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Bayramda bo'lsin, bayramda xalqimizga yarasha. Kelishga havoni o'zi ham yaratganiga bizga bayram muborak bo'lsin. Soniga ma'qul. Yana ikkita bog'cha ochishimiz kerak. Juda ham ko'p bog'chalarga ishonib kiramiz. Ha, kiramiz. Jalolobodda bo'lyapti. Ha, ketib kiramiz. Oz bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Feruz aka, Keyingi ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Qadamlaringizda turing. Rahmat sizga, baraka toping. Ishlaringizga To'y tayyor. Bola, to'y tayyor. Feruz aka kelganlarni Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Bozor qishlog'i xo'jalik